Bugun sizlar bilan to'yimga to'yxona ko'rgani boramiz. ISlar tarafda qiz bola to'yxona ko'radimi deydiganlar videoni oxirida javobini olasizlar. Xullas, enamga qarab, "Ena, pensiyangizni pulini olib chiqing, to'yxonaga zaklab tashab kelaman. Niyat qildim, biz ham bo'lajak kuyovingiz bilan 54 yillik muhabbatda mazza qilib yashaylik" deb enamdan qurtday sanab pullarini ham oldim mana. Bu yerda bo'lajak pochchaylarni xolavachchasi o'zini itvachchasini yetaklab kelgan ekan. Qo'rqmang, itni qopmaydi desalar bo'ladimi? Bu itvachcha nimaga menga unaqa qarayapti desam, futbolkamda o'zini ajdodini rasmini ko'rganmi deyman, tinmay yalanadi xolos. Bu yerda esa abcham to'y bo'ladi pishgancha gilos deb mana qulog'imga tamburda chirtib ketyaptilar. Bir payt qarasam mana itvachcha ham shatta oynani ochib, odamlar eshitmadim demanglar, yaqin kunda ko'koshkani to'yiga o'tiringlar deb butun Begovatga jar solib aytuvchilik qilib ketyapti. Xullas, bu birinchi to'yxona 300 kishilik ekan. Bemalol Koreyadan karisvachchalarimni chaqirsam ham sig'ar ekan dedim. Uni qo'ying, hamma qizlar salonga borib kelin ko'ylak tanlaydi. Udobnimi yo'qmi kiyib ko'radi. Sizlarga maslahat, avval to'yxonaga kelib stolda tanlaylar, shunga qarab keyin kelin ko'ylakni tanlaysizlar. Bizda shunaqa tepadan pastga emas, pastdan tepaga qarab yuradi. Buni tushungan tushunadi. Bu yerda hamma valisda praktika qilsa, men salom bilan xush kelibsizlarda praktika qilyapman. Menga shuni ayting, kelin o'zi o'ynasa bo'ladimi to'yda? Shuni yozib keting kommentda. Bunisi ikkinchi to'yxona, takoy shohona stilda ekan. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Trenddan oldim o'zimcha, davomini to'yda olaman dedim. Aytgancha nega men keldim to'yxona ko'rgani, sababi ikkita joyda bo'ladi. Bittasi O'zbekistonda, ikkinchisi Qozog'istonda. Ular bo'lsa Qozog'istondagiga javob beradi.